hozir yosh onalar bor, bolam uyquga o'rgataman deb ayrimlari uyqu dori beradi. Bolam uxlasin, bitta rejimga tushib olsin, man ishlarimni qilib olay yoki mana ozgina dam olib olay deb uyqu dori berishayotgan ekan. Bunga nima deysiz? Bunga munosabatim salbiy, juda ham salbiy. Chunki oson yo'lini qidirishda bu doim aynan shu mana ovqatlantirishga o'rgatishda, uyquni yaxshilashda doim juda ko'p mehnat qilish kerak ota-ona. Bunda har doim baribir ham osongina dori berib uxlatib qo'yish fikri yuzada turadi. Shundan foydalanadi ko'pchilik, lekin bunday qilish kerak emas. Odatda jiddiy muammolar bo'lmaydi asosida uyquni yo'qligidan yoki uyquga ketishi qiyinmi bolani yoki kechasi ko'p uyg'onadimi, bunga jiddiy qanaqadir sabablar bo'lmaydi. Ya'ni dori qo'llaydigan darajadagi muammo bo'lmaydi odatda. Bu holatlarda shifokor suhbat o'tkazib, buni tushunish kerak. Sababi nimaligini, ya'ni shifokorga murojaat qilish kerak va shifokor bilan birgalikda buni sababi aniqlanadi.